Assalomu alaykum hammaga. Mana bu o'tgan safar aytgan narsam, kim biladi deb so'raganim. Tok transformator ulanishlari mana bu yoq silovoy tomon, bu yoq chiqish, bu yoqdan hisoblagichga himoya tizimlariga boradi bu yoqdan. Hozir bularni uchalasini ham o'rnatib qo'ydik inshaalloh. Hammasi bitgandan keyin yana bir ko'rsatamiz, qanday ulangan, nima qilgan. Bir boshdan ko'rsatib beramiz. Aka bo'lib o'tgan simingiz qanaqasi? Bu simlarimiz transformator tokdan chiqayotgan tomoni ikkilamchi cho'lg'andan chiqayotgan tomoni bo'ladi. Ya'ni bu orqali biz hisoblagichga tok boradi 100 volt. Mana shu sim orqali hisoblagich hisoblaydi va bu simdan zarra himoya sistemamiz ham ishlaydi. Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin. Inshaalloh ishimizni bitirib qoldik. Transformator toklarimiz hammasini qo'yib bo'ldik, ulab bo'ldik. Kuch tomonni ulab bo'ldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Kelish tomon, kirish, kuch tomonni kirishi, kuch tomon chiqishi. Chiqishdan bizda включатель ulanadi. Включатель orqali bizlar liniyaga boriladi. Hozir bu yoq включатель chiqish tomon ulanmaydi bizda. Vaqtinchalik. Bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin, oporni izolyatorlar hammasi qo'yilgan, uchalasi. Bu yoqda mana shinalar ushab turadi. Ma'lumot o'rnida aytaman, bizda mana shu 3-liniyamiz o'zi A liniya bo'ladi bu. Chunki chapdan o'ngga hisoblanadi har doim. A liniyamizni kabeli ketganda peritok bo'lib, hozir hammasini kabellarini to'g'rilab, ulab, inshaalloh bitirdik. Bu yoq ikkilamchi tomon haqida boya ma'lumot berib o'tdim. Kuch tomon haqida ham baholasi hamma tushunadigan umiddaman. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Inshaalloh bilimimiz darajasida javob beramiz.